Qani qani. Ha? Hadicha. Necha kirgansiz? 6. Voy malaka. Qayerga boryapsizlar salomlar? Yoqayaptimi? Guvohi bo'layotganingizdek, ayni daqiqalarda davlatimiz rahbari Shota Rustaveli ko'chasi bo'ylab yo'lovchilar hamda jamoatchilik vakillari bilan birgalikda harakatlanmoqda va ushbu ko'chada amalga oshirilgan o'zgarishlarni avtobus ichidan turib o'zi kuzatyapti. Shota Rustaveli ko'chasidagi jami 10 ta yo'lakning ikkitasi avtobuslar uchun ajratilgan. Guvoh bo'layotganingizdek, ushbu yo'laklardan faqatgina jamoat transporti harakatlanadi va kunning qaysi vaqtida bo'lishidan qat'iy nazar avtobuslar tirbandliklarda umuman qolib ketmaydi. Yo'lovchilar esa qisqa fursatda o'z manziliga yetib olishadi. Guvohi bo'layotganingizdek, o'rtadagi ikkita yo'lak bo'm-bo'sh va avtobuslar mazza qilib erkin harakatlanishmoqda. Ma'lumot o'rnida mazkur loyiha AQSh, Yevropa va Xitoyning ilg'or transport tajribasi asosida ishlab chiqilgan va mazkur loyihaning natijasida ushbu ko'cha bo'ylab yo'lovchilar oqimi soatiga 2,5 ming nafardan 6 ming nafarga o'sishi prognoz qilingan.